Assalom, bu Freakerman men. Freaker Minecraft. Bugun Mojo Launcher'ga karton ochishni o'rgataman. Mojo Launcher 1.12.2 foliyaga tushadi bu. Mana birinchi mana bu Telegram'ingizda bo'lishi kerak sizlarda. Ichiga kirasizlar. Va bu yerga sochli Winston deb yozasizlar. Mana ekan. Mana bu Joha yoki Windows ga kirib mana bu soch degan modni o'rnatasizlar. Mana shu kartani o'rnatasizlar. Hozir men do'stlar o'rnatib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Mana do'stlar o'rnatilyapti. O'rnatilgan faylimizni ustiga bitta marta bosamiz. Mana Sachiverga bosamiz. Mana bu ilova Sochi Chomusium degan ustiga bosib turamiz va nusqalamoq shuni bosamiz va pastga tushiramiz. Download bo'limiga o'tamiz. Yerdan downloaddan Telegramga o'tamiz. Menda bor ekan bu. Mana bu narsani bosasizlar, mana ko'k. Shu narsani bosasizlar, sizlarda shu yerlarda shu karta paydo bo'ladi. Hozir mana qaranglar. Shu yerlarda sizlarda pakka paydo bo'ladi. Mana Sochi Chomusium shu mod. O'tirasizlar. Sizlarda shu yerlarda paydo bo'lishi kerak. Mana Sochi Chomusium mod. Qani hozir mana shu mod emas, karta to'g'riroq. Shu karta endi bu yerdan chiqib ketamiz va Mojo Launcher'ga o'rnatish yoki Mojo Launcher'dan o'rnatish bo'ladi. Lekin Mojo Launcher'ni o'rnatishni o'rgataman. Chunki Mojo Launcher qotadi, Mojo Launcher qotmaydi. Mana kiramiz mana Mojo Launcher'ga. Mana yana Open Game Dictory'ga bosamiz. Mana bu uchta chiziqcha bor-ku, shuni ustiga bosamiz. Mana chetda, balandda. Shuni ustiga bitta marta bosamiz va telefoningizlarni nomiga bosamiz. Pastga o'tiramiz. Mana bu download bo'limiga o'tamiz. Va mana bu yerdan downloaddan Telegramga o'tamiz. Telegram bor. Yana o'rnatgan kartamiz mana turibdi. Sochi Chomusium. Mana shu modni ustiga bosib turamiz va chetdagi balanddagi chetda 3 ta nuqtacha bor. Shuni ustiga bosamiz bir marta va nusxalash chiqadi. Shu nusxalashni bosamiz.
yana 3 ta tayoqchaga bosamiz. Mana bu. Pastga tushiramiz, module launcherga kiramiz. Va instant chest'ga bosamiz. Va mana versiyalar ustiga bitta marta bosamiz. Men hozir 1.12.2 versiyada o'ynayman. Shunga 1.12.2 versiyaga ustuna bosaman. Va mana burada mod o'rnatsangizlar, mod o'rnatmoq bo'lsangizlar, mod spakkaga kirib tashlaysizlar. Modingizlarni karton o'rnatmoq bo'lsangizlar, mana Savesga bosamiz. Savesga bosamiz. Va mana yana mana bitta element nusxalab olinmoqda. Va chiqamiz. Va bemalol play'ni bosib kiraveramiz. Kirgandan keyin videoni yoqaman. Mana poligon chekga ham kirib oldik. Va single player'ga bosamiz. Va eng tankiga o'tamiz va mana kartamiz turibdi. Sochi Chomusim. Shu kartaga kiraveramiz. Va qaranglar. Mana o'sha karta. Hozir kreativ bo'laydi. Mana kreativ bo'ldik. Mana sizlarga bu yerlarni tanishtirib o'taman. Mana bino juda ham katta. Endi loqaga o'tamiz. Mana bu yerda o'tirasan, mana bu yerda. Va men hozir mana katta uylar bor bu yerda. Bemalol o'rnatib ishlasangizlar bo'ladi bu kartani. Mana uylar bor mana bu yerda. Mana bu uylar juda ham katta. Hozir uylarga ichiga kirib ko'rsataman sizlarga. Mana qaraymiz. Shu yerlarga o'zingizlarga uy qurib olsangizlar bo'ladi. Mana shu kartani bemalol o'rnatib o'ynasangizlar bo'ladi. Zo'r karta bu. O'sha videoni tugataman. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.